Oyijonlar, bitta narsani unutmanglar. Men doim sizlar tomon bu narsani ko'p guvohi bo'lganman. Intuitsiya onada kuchli bo'ladi. Nimadir neto'ligini sezasizlarmi? Nimadandir xavotir olasizlarmi? Endi menga kelinglar demoqchi emasman. Yaxshi mutaxassisga o'zingiz tushib qo'yinglar. Oyijoningiz ham bizga kelib yurganlar, hammasi yaxshi bo'lgan. Zulayho opa deyaptilar, kecha uncha emas edi. Bugun slishkom oyog'im, mana oyoqlarini ko'rsanglar-da, qaranglar. Вот mana. Oyoqlari do'mbira bo'lib ishib ketganda. Bugunda rosa katta ishgan. Hozir oyijoningiz ham ozgina yig'layaptilar, lekin hammasi yaxshilikga. Biz 36 hafta 2 kunligimiz, lekin umuman suvimiz qolmagan. Shunga nasib bo'lsa bugun kechqurun, bo'lmasa ertalab bolajonisini qo'liga oladilar. 3 kilo 100. Oyisi, bolajoningiz yaxshi. Odamzod bilsa ekan bu dunyoga kelishi qanchalar qimmatga tushishini. Hayotning qadriga yetarmidi? Buncha nozik bo'lmasang, gulga o'rayim u bola